Brendовый оригинал 100% narsa. Gucci'dan. Taka. 这是真的哦。 Betul tak? Original deb qo'yadi. Biz hozir ochki oldik, chunki mana bu zremnaga ochki taqadi erim. O'sha zremna ochkisini o'zgartiryapmiz. Vau. Bu toza yuzi kattalib qolyapti lekin. Bunimiz esa boya obedda kelganda, ikkinchisi ham kelgandan keyin birato'la video olamiz degandik. Уже распаковка qilingan. Bu Xitoyning o'zini boshqa brendi, oddiy brendidan. Menga ko'proq mana shunisi yoqdi. Chem mana bu Gucci'dan ham ko'ra. Hozir ikkalasini ham taqadi, qaysi biri chiroyligini ayting. Buni ikkalasini ham oynasini o'zgartiramiz, chunki ikkita ko'zi ham bir xil emas shishasi, ikkalasi ikki xil. Oho, men qarang qanaqa xira ko'rinyapti orqadan. Bu Gucci'niki, bu original Gucci. Bu Xitoyning brendi bu ikkinchisi. Menga mana shunisi yoqdi. Vau, chigitiga hokaman. Mana endi o'zinikini qarang, doimiy taqib yurgan. Erim ko'pincha mana shunday o'zi oladi, brendovый ochkilarni, lekinki oynalarni o'zgartiradi. Oynasi chunki pod zakaz boshqacha suyuqliklar bilan chem ochkini o'zidan mana bu qolipidan ham ko'ra juda qimmatga tushib ketadi. Siz bu videoni ochki taqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va siz tanishlaringiz qanaqa o'zi ochki taqadi, oynasi qanaqa